Assalomu alaykum. Kung fu bo'yicha onlayn mini kursimizning birinchi darsini boshlaymiz. Lekin darsni boshlashdan oldin bir narsaga to'xtalib o'tsak. Ko'pchilikning jang san'atini o'rganishdan maqsadi va sababi bor. Ko'pchilikda sabab tashqi tahdidlardan qo'rquv. Bir shapalaq urib yuborsa-chi, urushayotganimda o'zimni himoya qila olmasam-chi degan narsa bizni jang san'atini o'rganishga turtki beradi. Aynan siz ushbu kursda urushish, mushlashish yoki bexosdan mush tegib ketishi siz uchun unchalik qo'rqinchli emasligini tushunasiz va kerakli bilim va malakalarga ega bo'lasiz. Lekin boshqa joylarda shug'ullanib, negadir natija bo'lmayapti, tanamda, muskullarda o'zgarish bor, lekin samobarona, o'zini himoya qilish usullarini ishlata olmayapman deyotganlar bo'lishi mumkin. Buning sababi ko'p joyda faqatgina harakatlar, formalar, stillar o'rgatiladi. Bu narsalarni qayerda, qanday amalga oshirishni, qanday ishlatishni ko'pincha o'rgatishmaydi. Misol uchun, mashhur Ip Man filmida taxta odamni ko'rgansiz va ushbu taxta odamda ishlanadigan baza bor, ya'ni oddiy harakat. 1 2. Ko'pchilik mana shu harakatlarga ishqiboz bo'lgan holatda Wing Chun'ni o'rganadi va bu narsa ko'p holatlarda amaliyotda ish bermaydi. Bu narsa aslida nima uchun ishlatiladi? Aynan mana bu ko'rsatilgan 1 2. Ko'p holatlarda mumkinmi? Ya'ni sizga primoy boksda 1-2 zarba amalga oshiriladi. Buni ko'pchilik yoshlarimiz biladi va aynan shu zarbadan muhofazalovchi bloklar hisoblanadi. Ya'ni 1 2. Agar buni tezroq amalga oshirsa, aynan mana shu narsalar kerak bo'ladi primoy zarbani to'xtatishda va bir qancha bloklar ishlatishimiz mumkin. Rahmat. Endi to'g'ri o'rganish, tushunib o'rganish uchun biz siz bilan tizimli mashg'ulot sistemasini yo'lga qo'yamiz. Tizimli nima degani? Shunchaki harakatlar emas. Mana bu shunchaki zarba. Mana bu shunchaki jismoniy harakat. Tizim nima unda? Butun tananing ishlashi bu tizim hisoblanadi. Ya'ni shunchaki qo'lni o'zi emas, butun tana, butun ichki energiya, quvvatni his qilgan holatda harakatlanish bu tizimli harakat deyiladi. Bu tizimning bir qismi xolos. Endi so'rashingiz mumkin, mana bu harakatni o'zi qayerda ishlatiladi deb. Bu harakat xuddi o'sha primoy zarba urganda ishlatishimiz mumkin. Tezroq. Endi sekinroq, ya'ni 1 2. Ya'ni qarshilik ko'rsatilmaydi. Raqibning oqim kuchidan foydalaniladi xolos. Endi o'zimni tanishtirib o'tadigan bo'lsam, men Po'latbek Xoliqnazarov, ustoz Bryus Li yaratgan Jeet Kune Do yo'nalishi bo'yicha birinchidan qora belbog' sohibiman. Jeet Kune Do o'zi nima? Jeet Kune Do asosini Wing Chun tashkil etishiga qaramay, boshqa usullardan ham foydalanish mumkin. Aynan o'sha usullardan foydalangan holatda zarba, hujum va himoyalarni tezroq amalga oshirish usuli. Qisqa qilib ko'rsatib berganim ma'qulroq. Masalan, mumkinmi? Boksni oddiygina jepidan foydalangan holatda men Jeet Kune Do'dan foydalanishim mumkin. Yoki karateni uraken zarbasidan foydalangan holatda men himoya va hujumni amalga oshirishim mumkin. Oddiygina hujum qilayotganda blok uraken yoki blok jeb, blok jeb amalga oshirishim. Yoki buni yana ham tezroq amalga oshirishim mumkin. Jebni ham tezroq amalga oshirsa bo'ladi. Yoki hujum qilayotganda bir vaqtning o'zida oldin hujum qilib, keyin oldin himoya qilib, keyin hujum emas, bir vaqtning o'zida himoya va hujum. Ya'ni raqib hujum qilib ulgurmasidan bir vaqtning o'zida himoya va hujumni amalga oshirish mumkin. Aynan tizimli harakat shundan iborat hisoblanadi. Birinchi darsni boshladik. Birinchi dars, avvalambor oyoqlarni kerakli masofada, ya'ni yelka kengligidan kengroq holatda joylashtirib olamiz va qo'llarimizni
kerakli balandlikka, ya'ni yelka uroveniga ko'tarib olamizda, shunchaki qo'lni o'zi bilan nimanidir surayotgandek harakatlantiramiz. 1, 2. Va misoli aylana chizayotgandek. Va bir vaqtning o'zida burundan nafas olamiz. Bu boshlanishiga shunchaki qo'l harakati. To'g'ri nafas olishimiz bizni tsi ichki energiyamizni harakatga keltirib berishda katta rol o'ynaydi. Endi ushbu harakatga butun tanani qo'shyapmiz. Endi buni 1 daqiqa davomida amalga oshiramiz. Nimanidir suryapmiz va kaftlarga urilayotgan havoni, barmoqlarning orasidan o'tayotgan havoni his qilgan holatda suramiz. Ozgina tizzalarga ham tebranish beramiz. Nafas olishni yoddan chiqarmaymiz. Burundan nafas oldik, og'izdan chiqardik. Kaftlarga kelayotgan shabadani his qilamiz. His qiling. Sekin harakatni sekinlashtiramiz. Va harakat sekin asta yo'qlikka mahkum etiladi. Oyoqlarni normal holatga qo'yib oldik. Endi kaftlardagi ajib jimirlash kimda sodir bo'lyapti? Aynan shu kaftlardagi jimirlash siz butun fikringizni, hayolingizni, energiyangizni kaftga yo'naltirganingiz uchun, kaftdagi shabadani, barmoqlar orasidan o'tayotgan havoni his qiling delganda siz his qilganingiz uchun, fokusni shu yerga jamlaganingiz uchun sizdagi tsi energiyasi mana shu kaftlarga jamlandi. Agarda kimda kim jimirlashni his qilmayotgan bo'lsa, bu mashqni qayta bajarish sizda ham natija bo'lishiga olib keladi. Agarda siz yuqorida ko'rsatib o'tilgan bir vaqtning o'zida himoya va hujum yoki o'sha ko'rsatilgan bloklarni amalga oshirishni, o'rganishni xohlasangiz, avvalambor siz o'rganishingiz kerak bo'lgan narsa bu frontal stoyka, bokovoy stoyka, shu bilan birgalikda to'g'ri zarba berishni bilishimiz kerak. Siz bilan to'g'ri stoykani keyingi darslarimizda ko'rib chiqamiz. Bizni kuzatib boring. Ko'pchilik uchun o'rganishga xohishim bor-u, vaqtim yo'qda deydiganlar uchun ushbu mashg'ulotlarimiz sizdan bir kunda atigi 20 minut vaqt talab qiladi. Dastlabki mashg'ulotlarimiz esa 5 daqiqadan boshlanadi va har bir mashg'ulotda 1 daqiqadan mashg'ulotga qo'shib boramiz. Kung fu bu faqatgina kuch emas. Bu kuch, tana va qalb uyg'unligidagi harakatdir. Tana kamoloti va ruhiyat sog'lomligini birga o'zlashtiramiz.